Bugun yurtimizda yoshlarning tashabbus va g'oyalarini qo'llab-quvvatlash hamda o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Bu borada davlat tomonidan milliardlab mablag'lar ajratilib, ular ilgari surayotgan zamonaviy loyihalar moliyalashtirilmoqda. Ana shunday muhim tashabbuslardan biri VoiceUp loyihasi bo'lib, u yoshlarni jamiyat hayotiga faol jalb etish va inklyuziv muhitni yanada kengaytirishga xizmat qilyapti. Ayni kunlarda esa respublikamiz bo'ylab ushbu loyihaning hududiy bosqichlari qizg'in davom etmoqda. Ayni damda biz Toshkent viloyati Parkent tumanining eng so'lim go'shalaridan biridamiz. Buning asosiy sababi esa respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan VoiceUp 2026 inklyuziv yoshlar oromgohi hisoblanadi va ayni manzilda ham ushbu loyihaning Toshkent viloyati bosqichi start olgan. Loyihaning hududiy bosqichi 2 kun davom etish ko'zda tutilgan bo'lib, unda yoshlar uchun turli seminar va treninglar, ko'ngilochar mashg'ulotlar, loyiha taqdimotlari, shuningdek liderlik va kommunikatsiya bo'yicha salohiyatni oshirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Loyihamizda eng saralangan ijtimoiy hayotdagi faol bo'lgan, o'zini ijtimoiy loyihalarini tatbiq etishga harakat qilgan faol yoshlarimizni suhbat bosqichida saralab olganmiz. Bundan tashqari loyihamizga imkoniyati cheklangan, nogironligi bo'lgan bolalarni ham alohida jalb qilganmiz. Bundan asosiy maqsad ularni ijtimoiy hayotdagi o'rinlarini yanada oshirish hamda o'zini tengdoshlari safida o'zlarining loyihalarini ishlab chiqishga asosiy e'tibor qaratilgan. Jumladan oromgohdagi har bir yosh ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan o'z loyihalari bilan ishtirok etayotgani bo'lib, kun davomida ular mutaxassislar tomonidan amaliy ko'nikmalar olish va o'z startaplarini yanada boyitish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu loyihada men o'zimning shaxsiy tashabbusim bilan loyiha bilan ishtirok etyapman. Bu loyihamning maqsadi nogironligi bo'lgan yoshlarni kasbga o'qitish va bandligini ta'minlash hisoblanadi. Bundan men ijobiy natijalar kutyapman. Ushbu loyihada o'zimni qo'l bilan emas, qalb bilan tarbiya nomli loyiha bilan qatnashmoqdaman. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi ijtimoiy himoyaga muhtoj va oilaviy zo'ravonlikka, umuman jamiyat tomonidan zo'ravonlikka uchragan bolalarga yordam berish va ularni shu muammodan olib chiqish. Ma'lumot o'rinda VoiceUp 2026 inklyuziv yoshlar oromgohiga viloyat bosqichida 200 nafardan ziyod yosh ariza qoldirgan bo'lsa, ulardan 50 nafari hududiy bosqichga saralab olingan. Zilola Hakimjonova, Doriyor Akbarov, Hududiy informatsion dasturi uchun.